Qashqay komandasi yengilib qolgan tursa, nimish Ramos deb unchalar maqtaysiz debsizlar. Belki talash tartish qilib urushib ketsanglarmi, yana keldim men resimni. Maqitim ekagim bo'lsa, o'zinglar ko'rib turayotgandek, Qashqay ko'klam komandasining azmatlaridan birisi bo'lgan Hasan Qadir bilan Javliyansi Afirdining rasmini bir ekib turib sizladim. Bu resimni bo'lsa, o'xshashlar shu Qashqaydagi bir ochimiz o'zining o'g'li yaxshi ko'rilgan Mishkaylanni bir ekib turib sizlasangiz, o'g'limga bir sovuq qilib olsam, yotoqqa isib qo'ysa bo'ldi deganlik uchun sizladim. Bu resimni ko'rib shunchalik razı bo'lib ketdi. Hozirlar bir shopping hol chiqarib qo'ysangiz, tartibda o'yinlar chiqarsangiz bo'ldi ukam deganlik uchun mana. Hozir tartib sizlarga hem bahrildim. Yaxshi ko'rgan do'stlar, yurak bisib qo'ng'iroq qilishni unutib qolmanglar. Oldingi filmimdagi rasmimni ko'rib, nihoyat yaxshi ko'rganlik uchun shu rasmni buyurdi. Hasan Qadirning rasmi chiqarganimda shopping holda nurg'un do'stlar qo'llabsizlar, lekin do'yinda urushib ketibsizlar. Ba'zi debdi o'g'ilchilik Qashqaylik emas, nimish Qashqaylik deysizmi debdi. Qashqay komandasi yengilib qolgan tursa, nimish Ramos deb unchalar maqtaysiz debsizlar. Ramos deb ataysiz. Ko'klam komandasi atishdan qustimi, Qashqaydan qustimi yengilib qolgan tursa debmi? Bir final yang pingllarni qipsizlar uni men yuvib etgan bo'ldim. Ondan keyin bir-biringlarlashda urushib ketibsizlar. Qandaylar bo'lsin, Qashqaylik bo'lsin yoki o'g'ilchilik bo'lsin, biz yana shu Qashqay ko'klam komandasiga azmatlarni davomli qo'llaymiz. Hamda shu Şinjan tarbiyasiga kuch qo'shayotgan mishlardek yosh tanarkachilarni albatta davomli qo'llaymiz. Gapim to'g'ri deganlar, mishlarni yaxshi ko'rgan do'stlar, davomli pinglchiga gullarni avatib qo'ysanglar, shunday rasmlarni sizdirgan do'stlarmi men davomli qo'shilishni unutib qolmanglar. Keyingi filmni ko'rishaylik.